da politsiya olib ketib qolmaydimi mani ish qilib? Alo! Raim Rembo. Nima bo'ldi? Ani hujjat, dokument, patent. Ama sovqotib o'ldim. Ya bu telefonni ko'tarmayapti-ku. Bu kidat qildimi nima balo? Dadamga nima deyman? Ya telefonni o'chirib qo'ydi. Ya o'zimizni o'zbek bolamani aldadimi? Ya? Mamarayim? Ye? Saydirishala? So'rab bormizam? Yaxshimizam? Yaxshimi? Nima qilsam bu yerda? Gapirma, mani o'zimni qo'shnim Raim Rembo mani aldab ketdi. Patent qilib beraman deb pasportimni oldi, bor pulimni oldi. Ko'chada yuribman, uyim yo'q, qayerga boray? Mashinnikka aldan o'tiribsanmi? Sen nima qilib yuribsan? Jipchalarda kelyapsan, dokumenting bormi sani? Men dokumentni Toshkentda qilib kelganman, jo'ra. Qanday